Главный бой вечера. Main event of the evening. 70 килограмм вазной фаса. Суперджай! Официальное представление бойцов. Первый синий угол кукурчекта. Бойцу 24. Его рост 1,73 сантиметра, вес 70 килограмм ровно. Он мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по ММА, мастер спорта по грэпплингу, чемпион России по панкратиону и обладатель Кубка мира по ММА, representing, представляющий KHK ММА Махачкала, Дагестан! Халк Камал Гусейнов! Raqiba Qizil burchakda. Hamyurtimizning yoshi 33 da, bo'yi 177 сантиметр, vazni 70 килограмм. Ему 33. Его рост 1,77 сантиметра, вес 70 килограмм ровно. Он кандидат мастера спорта по рукопашному бою, мастер спорта и чемпион Узбекистана по вольной борьбе, представляющий representing Kumati Узбекистан Бухара! Универсальный солдат Давлат Ходжича! Endi do'stlar, bir Referi poyedinka Otabek Musayev. Jangni Otabek Musayev boshqarib boradi va oktagonda rossiyalik sportchi 6 yukka rekordiga ega bo'lgan Kamal Guseynov va uning raqibi mamlakatimiz vakili Davlatbek Hojiyev. Bu endilikda co-main eventga aylangan qarama-qarshilik jang do'stlar. Sababi afsuski Xotanbek Boynazarov sog'ligida bo'lgan muammolar tufayli kechamizning asosiy jangida ishtirok eta olmaydi. Har ikki sportchi ham jismonan juda ham yaxshi tayyorgarlikka ega. Ikkalasini ham bazaviy sport, bu kurash va taktik jihatdan haqiqatdan juda qiziq jang bo'ladi. Kamal Guseynov oxirgi jangida juda ham tajribali sportchimiz Jahongir Jumayevni yenga oldi va Hojiyev jang qilishga qaror qildi Guseynov bilan.
Gusep juda kuchli jangchilardan biri hisoblanadi. Albatta. Noodatiy, nostandart usullar amalga oshiradi parterlarda va Yomon emas Hojiyev. Ikkita qo'l zarbasi yuqoridan. Hojiyev kurashdan bazasi borligi tufayli Kamalni oyoqqa kirib ketish xavfidan unchalik xavotir olmaydi va qo'lda bemalol ishlasa bo'ladi va Kamal Guseynovni ko'rdik biz Jahongir Jumayev bilan bo'lgan jangida haqiqatan qo'l zarbalariga qarshi biroz himoyasi sust va buni hozir jangda ham isbotini ko'rib turibmiz. Qo'l zarbalarini ishlatishni so'rashyapti Kamal Guseynovga qarshi Hojiyevdan. Albatta. Davlatbek osonlikcha o'zini yiqitib qo'ymaydi. Yaxshi. Kombinatsiya uchtadan zarbadan iborat bo'lgan. Doston Bozorov ham bu yerda. Yoqubov ham. Kamal Guseynov o'zini biroz yo'qotib qo'yapti, chunki kurash usullari o'tmayapti unda. Qo'ldan birin-ketin zarbalar o'tkazib yuborishni boshladi va uni mana bunday qiyin ahvolga solgandan keyin albatta bu Hojiyevning ustunligiga aylanadi. Hamma ko'rsatib berishga o'tyapti hozir. Davlatbek Hojiyevga. Albatta bu chunki Kamal Guseynov ikkinchi o'zbekistonlik jangchini yutdi va albatta hamma hozir Davlatbekning g'alaba qozonishini xohlaydi. Mavlonbekni mag'lubiyatga uchrashga muvaffaq bo'ldi, undan so'ng Jahongirni, Jumayevni va hozir barchasiga Hojiyev revansh olishi kerak. Biz hozirda qo'l zarbalarini asosan ko'ryapmiz va bu zarbalar almashinuvida hozirda jangni boshida Kamal bir ikkita aniq zarbalar bergan bo'lsa, endi Davlatbek ustunligini boshladi. Va Davlatbek biroz bosim qilsa ham yaxshi bo'lardi, chunki ko'rib turibmizki, Kamalni kurashi biroz qiyin o'tishni boshladi va qo'l zarbalari Davlatbekga yaxshi o'xshayapti. Oldingi qo'l, orqa qo'l ishlashini so'rashyapti, haqiqatan zarbalar o'tadi. Birinchi raund tugashiga 1 daqiqa vaqt qoldi. Hayajonli jang kutyapti chamamda bizning do'stlar. Har bir raund yoki qandaydir vaziyat. Hojiyev hozir jangni parterga o'tkazmoqchi. Nima uchun? So'nggi daqiqada bo'layotganda bitta takedown juda muhim deb menimcha o'yladi. Rasmi Kamal Guseynovga qarshi mana bunday holatlarda ehtiyot bo'lish kerak, chunki unda spinning backface zarbasi juda ham faol va mana Kamal o'zini rejasini amalga oshira oldi. Chalg'itdi qo'l bilan va kurashda yiqitdi takedown, hozir bitta takedown raund davomida va mana shu harakati tufayli ham, lekin passiv harakat qilyapti. Nazorat Kamalda. 15 soniya vaqt qolmoqda. Dastlabki raund yakuniga yetishiga bog'lash kerak. Hozir kuchli zarba o'tkazib yubormaslik shart. Mountga o'rnash bo'lyapti Guseynov. Mountga o'rnashib olmoqda. Yana 4 soniya. Hozir mahkam yopishyapti raqibga va bo'ldi birinchi raund yakuniga yetdi. Umuman olganda yomon emas, raundni o'tkazdi, faqat oxirida mana shu takedown biroz ortiqcha edi. Lekin Davlatbek imkoniyat boy berilib turgan vaziyatda ham pozitsiyada, ya'ni parterda faol harakat qilishga harakat qilyapti. Faollik ko'rsatyapti. Kamalning yuz ifodasidan bilib turibmiz, biroz qiyin vaziyatda qolyapti ham. Chunki juda ham ko'p takedownlarga urinish bo'ldi, lekin bittasi o'tdi, mana ko'rdik. Ikki epizodning o'zida 4 ta zarba o'tkazib yuborgan yuzda. Qo'l zarbalaridan faol foydalanishni so'rashyapti unda. Jamoa tarafdan ham xuddi shunday ko'rsatmalar berilyapti, ya'ni qo'l zarbalaridan foydalan. Undan keyin chap qo'shing bo'ldi.
eshitilyapti do'stlar. Sizlarga ham eshitilyapti adashmasam. Hammaga eshitilyapti. Mo'jiza amfiteatrga yig'ilgan muxlislarga ham eshitilyapti hozir. Faqat Yoqumovning ko'rsatmalari. Va muxlislar ham qo'shilishdi ularning fikriga. Buxoro o'g'loni mamlakatimiz vakili yomon raund o'tkazmadi. Anchagina do'stlar, anchagina kuchli bo'lgan Guseynovga qarshi. Dastlabki raund, ikkinchi raund boshlandi. Demak, katta jab, o'ng qo'llar ustidan zarba yo'llashga harakat qilib ko'rmoqda. Davom etadimi? Kutib oldi. Yaxshi, hozir yana bir jab zarbasi bilan yaqinlashib kelayotgan raqibni Yo'q, to'xtamaslik kerak. Zarba o'tkazib yubordi ekan axir. Neytral burchakka borishni so'rayapti Otabek Musayev. Jang davom ettirish mumkin. Kilamasdan takror lavha bizga berilmadi, mayli, keyin ko'rarmiz. Yana ikkilik zarbasini amalga oshirmoqda. Darhol mana shu vaziyat yuzaga kelishi bilan raqib ham jab bilan kirib boryapti. Butun tanasini ishlatgan holda hozir menimcha katta ehtimol bilan Husaynov jangni parterga o'tkazishga harakat qilib ko'radi. Yana bitta kerak. Hozir mana shunday zarba. O'ng qo'l zarbasi ajoyib. Bunga javoban chap yonboshdan zarba o'tkazildi. Ikkinchi zarbani o'tkazib yubordi, uchinchi zarbani o'tkazib yubordi. Joyda turib qolyapti. Konsentratsiyani joyiga qo'yish kerak. Nega axir mana shunday? Yaxshi Emilki qoringa hozir yaxshi kombinatsiya amalga oshirgandan so'ng o'zi bir qancha jablarni o'tkazib yuboryapti. Zarbalar ana shuda. Son sifatga aylanadi. Uppercut zarbasi. Nima o'zgarish ro'y berdi? Kamal Guseynov ochildi. Bunga ochilishga imkoniyat berdi Davlatbek. Ana shu narsani bermasi kerak. Jangni boshdagi ishonchini qaytarish kerak hoziroq. Bosim uyushtiryapti Guseynov, bosim uyushtiryapti. Kamal Guseynov shu narsani tushunib qoldi. Demak, u joyida qolsa, Davlatbek uni bittalik, ikkitalik zarbalar bilan o'ng qo'l zarba o'tkazib yubordi. Va bo'ldi. Hattoki 2-3 ta ortiqcha zarba ham o'tkazib yuborildi. Nimadir o'zgardi mana shu jangda. Nimadir yo'lida ketmay qoldi. Biz mana shunday jiddiy sport turidamiz. Bu sportda bunday holatlar bo'ladi va Davlatbekka sog'lik tilaymiz hozir. Afsuski nokaut bo'lgandan keyin ham 2-3 ta ortiqcha zarbalar o'tkazib yuborildi. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz do'stlar. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz.